Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz shu maktabgacha yoshdagi bolalarda motor faoliyatini boshqarish nazariyasidan iborat. Hop, bugungi mavzumiz o'sha bir nechta rejalardan iborat. Birinchi rejamiz motor faoliyat tushunchasi va uning ahamiyati. Ikkinchi rejamiz maktabgacha yosh davr xususiyatlari, ya'ni bolalar 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davrlari. Uchinchisi asosiy nazariy yondashuvlar va maktablar. To'rtinchisi esa rivojlanish bosqichlari va ko'rsatkichlari. Beshinchisi yirik va nozik motorika, farqlar va ular o'rtasidagi bog'liqliklar. Oltinchisi miya va motor tizimining o'zaro munosabati, tashqi muhit omillari va pedagogik o'sha ta'sir, diagnostika usullari va monitoring, zamonaviy tadqiqot nazariyalari hamda xulosa va tavsiyalardan iborat hisoblanadi. Xo'p, motor faoliyat o'zi nima? Motor faoliyat bu organizmning harakatlari va harakatlarni boshqarish qobiliyatining yig'indisi hisoblanadi. Bunda markaziy asab tizimi, muskullar va sensor tizimlarning birgalikda ish natijasida shakllanadi. Bunda 3 ta asosiy komponent mavjud hisoblanadi. Bunda harakatni rejalashtirish, bajarish va tuzatish mexanizmlaridan iborat. Ontogenezda motor rivojlanish ketma-ket tamoyillarga asoslanadi. Ya'ni boshdan o'sha oyoqlarga va markazdan chekkalarga uzatilishi kerak bo'ladi. Maktabgacha davrda motor faoliyat intellektual va emotsional rivojlanish bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Hop, maktabgacha bundan tashqari o'sha Vygotskyning harakat va tafakkur birligi haqidagi nazariya motor ta'limotning o'sha asosi hisoblanadi. Hop, bundan tashqari o'sha ba'zi bir o'sha ko'rsatkichlarga qaraganda 3-7 yoshda motorik ko'nikmalar standartlari o'sha belgilangan hisoblanadi. Hop, maktabgacha yosh davri, ya'ni 3-7 yosh davrlarida bolalarning asosiy xususiyatlari. Bunda 3-4 yosh davri, 3-4 yosh bolalarda ko'proq o'sha bolalar katta motorikasi, yurish, yugurish asoslari, ikki oyoqda sakrash, yumalab yotish, chiziqlar chizish, qo'l va ko'z koordinatsiyasi rivojlanadi hamda o'sha qisqa muddatli e'tibor rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. 4-5 yosh davriga kelib esa bir oyoqda yurish, ya'ni turish, ip sakrash, to'p otish, masofadan yugurish, masofadan sakrash yoki muvozanat yaxshilanadi va harakatlar aniqroq o'sha ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. 5-7 yosh davriga kelib esa o'sha murakkab harakatlar, ya'ni ritm hamda musiqa bilan bog'liq bo'lgan harakatlar yaxshilanadi. Qalam ushlash, ya'ni o'sha mayda motorika va nozik motorika yaxshilanishini ko'rishimiz mumkin. Bunda bolalar o'sha qo'llari bilan ruchkalarni ushlab yozish, qalamlar chizish, rasmlarni bo'yash kabi ishlarni bajara oladi. Ipni ignadan o'tkazish yoki sport o'yinlari va maqsadli o'yinlarni bajarishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari o'sha bir nechta nazariyalar mavjud. Bundan birinchi nazariyasini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni harakatlar darajasi tizimli, ya'ni tonus, fazoviy maydon va harakatlar qurish darajalari bilan bog'liq deb o'tadi. Bundan tashqari o'sha Vygotskyning ham fikrlari mavjud hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari o'sha motor rivojlanishning asosiy bosqichlari, birinchi bosqich bola tug'ilgandan to 1 yoshgacha bo'lgan davr hisoblanadi. Bunda refleksiv harakatlar, ya'ni tutib olish, so'rish, to'sqinlik reflekslari, bosh ushlab turish hamda o'tirish, o'rganish rivojlanadi. Ikkinchi bosqichga kelib esa, ya'ni ikkinchi bosqich o'sha 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bunda ixtiyoriy harakat boshlanadi. Ya'ni bolalar o'sha yurishni, yugurishni, predmetlar bilan manipulyatsiya qilishni, ya'ni predmetlar bilan o'sha predmetlar bilan aloqaga kirishishni o'rganadi. Uchinchi bosqich esa 3-4 yosh davri hisoblanadi. Bunda umumiy motorika rivojlanadi. Ya'ni bolalarda sakrash, to'p tepish hamda qalam ushlab chizish o'sha mashg'ulotlarini rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. 4-bosqich esa 4-5 yosh davri hisoblanib, bunda koordinatsiya hamda muvozanat rivojlanadi. Bolalar o'sha bir oyoqda turishni, ip bilan sakrashni yoki makon tushunchasini o'rganiladi. 5-bosqich esa 5 va 6 yoshni o'z ichiga qamrab oladi. Bunda o'sha murakkab harakatlar, ya'ni sport o'yinlari, yozuv elementlari hamda ritm bilan bog'liq bo'lgan harakatlarni o'sha amalga oshira oladi va bolalar shu harakatlarni o'rganadi. 6-bosqich esa, ya'ni 6-7 yosh davrini o'z ichiga oladi. Bunda avtomatizatsiya, ya'ni harakatlarni mustahkamlanishi, sport va san'at sohalariga tayyorgarlik rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. Muhimi, o'sha har bir bosqichda individual farqlar mavjud, ya'ni standartlardan og'ish diagnostikasida talab qiladi. Xo'p, nozik motorika hamda yirik motorika bir-biri bilan qanday bog'liqliklarga ega va qanday o'sha bir-biri bilan farq qiladi?
Hop, yirik motorika bu katta muskullar guruhini jalb etadi. Ya'ni bunda oyoqlar, qo'llar, yelka, ko'krak kiradi. Asosiy harakatlar yirik motorda o'sha yugurish, yurish, sakrash hamda o'sha velosiped minish, muvozanat, koordinatsiya organlarini boshqaradi. Miyacha, ya'ni cerebellum asosiy rol o'ynaydi bunda, chunki o'sha miyacha harakatga, ya'ni katta yirik motorikaga javob beradi. 3-5 yoshda esa intensiv rivojlanadi. Ya'ni o'sha jismoniy tarbiya mashqlari hamda ochiq havoda o'yinlar orqali takomillashishini ko'rishimiz mumkin. Nozik motorika esa o'sha mayda muskullar, ya'ni barmoqlar, qo'l bilaklar hamda ko'z atrofidagi muskullar. Asosiy harakatlari ko'pincha shu yozish, chizish hamda o'sha tugma tayinlash hamda kesish mashqlaridan iborat hisoblanadi. Ko'z-qo'l koordinatsiyasi muhim rol o'ynaydi. Bunda ham o'sha prefrontal korteks hamda motor korteks ishi 5-7 yoshda shu maktab tayyorgarligi zarur hamda bolalarda ko'proq o'sha plastilin, mozaika bilan rasm chizish orqali shu mayda motorika, nozik motorikani rivojlantirishimiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari o'sha birinchi motor korteks, ya'ni M1 ixtiyoriy harakatlarni boshqarishdagi asosiy markaz, ya'ni hisoblanadi. Bu bir qancha o'sha markazlar nima ish qilishi va qayerda joylashishi, nimaga javob berishi ko'rsatib o'tilgan. Keyinchalik esa rivojlanish ilmiy ma'lumotlar va statikalarga asoslangan 3-7 yosh oralig'ida eng muhim motor rivojlanish davri hisoblanadi. Bunda 3 yoshga kelib neyral aloqalar 60% rivojlanadi. Minimal harakatlar 4 soatda tashkil etadi va 85% maktab muammolari, ya'ni motorika bilan bog'liq o'sha disleksiya holatlarini ko'rishimiz mumkin. Hop, bundan tashqari o'sha rivojlanishga ta'sir qiluvchi 3 ta omil mavjud. Biologik, o'sha biologik omillar, muhit omillari hamda o'sha ijtimoiy omillar. Biologik omillar o'sha genetik, ya'ni irsiyat, ya'ni bu ota-onadan o'tadigan gen bilan bog'liq hisoblanadi yoki o'sha sensor tizimlar holati, oziqlanish va immunitet bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Muhit omillariga esa o'yin maydoni, misol uchun o'yin qurollarining xilma-xilligi yoki tashqi muhitga chiqish imkoniyati tabiat bilan muloqotni bildiradi. Ijtimoiy omillarga esa ota-ona o'rtasidagi, bola bilan o'rtasidagi o'sha aloqalar, ota-onaning faolligi, pedagogning malakasi, oilaviy harakatlar, iqtisodiy sharoitlarni o'z ichiga olishini ko'rishimiz mumkin. O'sha pedagogik yondashuvlar va ta'lim usullari samarali usullarga ko'rsatish va taqlid, ya'ni bolalar albatta o'sha dastlab o'sha ko'rish orqali, ya'ni taqlid ko'radi va ko'rgan narsasini taqlid qilishga ko'proq qiziqadi. Ya'ni ko'rsatish va taqlid bu bolalarda bolaning katta harakatini kuzatib o'sha katta harakatini kuzatadi va qaytaradi va namunaviy o'rganish hisoblanadi. Bosqichli murakkablashtirish esa oddiydan murakkabga o'tish tamoyili, ya'ni o'sha bolalarga dastlab oddiy harakatlar, keyinchalik esa murakkab harakatlar o'rgatiladi. O'yin asosidagi ta'lim ham hozirgi kunda o'sha juda yaxshi samara beradigan ta'limlardan biri hisoblanadi. Erkin faoliyatda tuzilgan o'yinlar orqali o'sha bolaning motor ko'nikmalarini rivojlantirishimiz mumkin hisoblanadi. Bundan tashqari sensorli integratsiya mashqlari, ya'ni bolani o'sha ko'rishi, eshitishi bilan bog'liq bo'lgan teginishi orqali o'sha motor tizim ham yaxshilanishini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi bir harakatlarni qilmasligimiz kerak, ya'ni bunda bolani o'sha o'yinga majburlash, ixtiyoriy harakatga zo'rlash motor qo'rquvini hosil qiladi. Yosh me'yoriga mos bo'lmagan o'sha vazifalar berish yoki haddan ziyod ko'rsatish, ya'ni bolani mustaqil o'zi bajarishiga qo'yib bermaslik yoki o'sha taqqoslash va tanqid qilish, bolani boshqa bolalar bilan o'sha solishtirish. Xo'p, bundan tashqari o'sha nozik ma'lum va o'sha rivojlantiruvchi o'yin va mashqlar mavjud. Bunda nozik motorikani, yirik motorikani rivojlantirish uchun yugurish, poygalari, sakrash, to'p o'yinlar, suzish, robkani orqasiga yashirish, masalan, muvozanat taxtasi kabi mashqlarni amalga oshirishimiz mumkin. Yoki nozik motorika uchun plastilin, baliq ovlash, mozaika, munchoq terish, tugma yechish, tugmalarni yechish va taqish, maket qurish kabi o'sha o'yinlarni o'ynatishimiz mumkin. Koordinatsiya mashqlari uchun esa
Dub tutish, ip o'tkazish, bir oyoqda sakrash, chapak urish ritmida, sensomotor integratsiya, qum suvi bilan o'yinlar, turli fakturali o'yinlar bilan ishlash yoki o'sha proretseptorlar mashqlari, ko'zni bog'lab turish yoki yoga bilan shug'ullanish, o'sha san'at asoslari, kundalik hayot ko'nikmalarini ham o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Masalan, bolalar o'sha mustaqillikka o'zlari kiyim yechinishlari, o'zlari ovqat yeyishlari va uni yig'ishtirish ham motor rivojlanishining manbai hisoblanadi. Hop, hop. Ya'ni o'sha development coordination disorder NDC'da rivojlanishning rivojlanish koordinatsiyasining buzilishi. Bunda DCD belgilari harakatlarni o'rganishning sezilarli kechikishi, tengdoshlariga nisbatan 6 oy orqada qolishi yoki kundalik faoliyatdagi qiyinchiliklar, masalan, kiyimlarni o'zi mustaqil kiya olmasligi, ovqat yeyish, yozish bilan bo'lgan muammolar, masalan, yozishning noto'g'ri bo'lishi, notekis bo'lishi, sport o'yinlarida bosh tortish, ehtiyotkorlikni ortishi, muvozanat muammolari, tez-tez yiqilishi, chayqalishi, narsalarni tushirib yuborishi yoki charchash tezligi yuqori bo'lganda holda motor vazifalarini bajarishga qiynalishi DSM bo'yicha o'sha taxminan 5-6% maktabgacha yosh bolalarda uchrashini ko'rishimiz mumkin. Korreksiya usullari o'sha bir qancha terapiyalarni o'z ichiga oladi. Bunda ota-onani o'qitish, unda uyda kundalik mashqlar uchun ko'rsatmalar beriladi ota-onaga. Ota-ona esa bu mashqlarni bolalari bilan o'sha mustaqil bajarishlari kerak hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari pedagoglar va ota-onalar uchun tavsiyalar. Masalan, kundalik rejim qilib olish kerak. Ya'ni har kuni 60-90 daqiqa tuzilgan 1-1,5 soat harakat balansiga yondashuv, muhit dizayni yoki o'sha bolalarni rag'batlantirish, ya'ni har bir qilgan o'sha mashg'ulot uchun, har bir qilgan o'sha ishi uchun ichki motivatsiyasini kuchaytirish kerak. Tengdoshlar bilan bolalar o'sha ko'proq o'ynash kerak. Ya'ni ijtimoiy muhit yaxshi bo'lib, ijtimoiy motor o'rganish individual mashqdan ko'ra samaraliroq bo'ladi. Yoki ota-onaning namunasi, ya'ni harakatni hayot tarzida ko'rsatish holatda bolada ijobiy motor ko'nikma munosabatlarini yaxshilash ham maqsadga muvofiq. Yoki o'sha maktabga tayyorlash, qalam ushlash, yozish uchun emas, avval yirik harakat, keyin nozik ko'nikmalarni o'rganish ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Xo'p, shu bilan bugungi mavzumiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.